Hi everybody, assalomu alaykum hammaga. Grammatikaga oid darslarimizda davom ettiramiz. O'tgan darsimizda present simple zamoni haqida, yasalish strukturasi haqida gaplashgan edik. Agar lesson 1 ni ko'rib chiqqan bo'lsangiz, bunda yasalish strukturasi haqida gapirib ketgan edik. Egas, kesim va to'ldiruvchilar haqida gapirdik. Ularning yasalish strukturalari qanaqa, egalarni fe'llarda tuslanishi qanaqa bo'ladi, hammasi haqida gapirib tushuntirib bergan edim. Mana bu yoqda ko'rgan bo'lsangiz, he, she, it va qolgan egalarga fe'llar qanaqa tuslanishi, ularni darak, so'roq va inkor shakllarida qanaqa kelishi va mustahkamlovchi mashqlar bilan birga ko'rib chiquvdik. Bugungi darsimiz esa yasalish strukturasini o'rganib bo'lgandan keyin bugun ishlatish holatlari va kalit so'zlar haqida gaplashamiz. Demak, ishlatish holatlari. Present simple tense, ya'ni hozirgi oddiy zamonda 5 ta ishlatish holati bor ekan, ya'ni 5 ta holatda ishlatar ekanmiz. Bundan tashqari ham boshqa advanced grammarda ishlatish holatlari uchrashi mumkin, lekin asosiy bizda ko'pincha Davlat test markazi tomonidan yoki L-Cipher testlarida mana shu 5 ta ishlatish holatlari ko'pincha uchraydi. Present simple zamoni hozirgi oddiy zamon deyilishidan asosiy maqsad umumiy bo'layotgan ish harakatlari haqida gapirganimizda ishlatamiz. Birinchi qoidaga e'tibor beramiz. Hozirgi, doimiy, kundalik, tez-tez sodir bo'lib turadigan ish harakatlarini ifodalash uchun present simple zamonini ishlatamiz. Ya'ni bu yoqda o'sha ish harakatimiz doimiy bo'lishi kerak ekan, kundalik, tez-tez bo'ladigan ish harakatlar ham bunga kirar ekan. For example, the sun rises in the east. Quyosh sharqdan chiqadi deyapti. Demak, quyoshning sharqdan chiqishi o'tgan zamonda ham, hozirgi zamonda ham va kelasi zamonda ham bo'ladi. Demak, bu yoqda mana shunaqa holatlarni biz present simple zamonida ifodalar ekanmiz. Bundan tashqari pastda bir nechta misollarimiz bor. Bularni ko'rib ketishinglar mumkin. Har bitta misolga alohida to'xtalmaymiz, chunki videomiz cho'zilib, megabayt kattalashib ketishi mumkin hajmi. Shuning uchun qolgan mana bunaqa misollarni ko'rib tarjima qilib olasizlar, videoni pause qilib. Bittasiga alohida e'tibor berib ketinglar. Alisa dances deyilganda s nima uchun qo'shilgan edi? Albatta, uchinchi shaxs birlik. Alisa bu yoqda she'ga tengligi uchun bu yoqda s qo'shishimiz kerak edi fe'limizga. Lekin bu yoqda nurses bo'lgani uchun, ko'plik bo'lgani uchun look after, ya'ni g'amxo'rlik qilmoq fe'liga biz s qo'shmaymiz. Buni o'tgan darsimizda gaplashgan edik. Mana bu yoqdagi tekstga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yoqda o'sha present simple zamoni haqida gapirilgan. For example, my day starts early. Bu yoqda early ni object deb oladigan bo'lsak, my day subject va starts verb holatda bo'ladi. For example, qaraymiz. Bu yoqda subject o'zi present simple zamonimizni strukturasi subject plus verb plus object edi. To'g'rimi? Asosiy ko'rinishi. Kelinglar, bu yoqda subjectni tushunarli bo'lishi uchun qizil rangda, verbni yashil rangda, objectni ko'k rangga bo'yab olamiz. Va shuni gapda ko'rib chiqamiz. Ana bu yoqda endi qani subject, qani verb, qani object deydigan bo'lsak, bu yoqda my day nima ekan? My day bu yoqda subject ekan. Nima? So'rovga javob bo'ladi. Mening har kunim, mening boshlang'ich kunim. Verb bu yoqda start. Nima uchun starts bo'lgan deyilsa, chunki present simple da uchinchi shaxs birlikda asosiy fe'lga s yoki es qo'shilardi. Qachon s yoki es qo'shilardi? Buni o'tgan darsimizda alohida har birini oxirida tugaydigan fe'llarga bog'liq, konsonant, vowel, ya'ni unli, undoshga bog'liq deb tushuntirgan edik. O'sha darsni ko'rishinglarni maslahat beraman. Demak, bu yoqda objektimiz endi early ekan, ertalab. Ya'ni vaqtli turar ekan. Mana. Bu yoqda ham xuddi shunaqa. Ya'ni I bu yoqda subject, wake up, uyg'onmoq. Verb in the morning, ertalab uyg'onadi bo'lib, bu yoqda objectni
ifodalab kelyapti. Obyekt deyilganda to'ldiruvchi deymiz, lekin to'ldiruvchilar bu yoqda ona tilini o'qiganlar juda yaxshi tushunadi. Umumiy qilib to'ldiruvchi deyilyapti, lekin buni ichiga hol aniqlovchi ham kirib ketaveradi. Umumiy ma'noda biz to'ldiruvchi deb ketamiz. Bular haqida yana alohida hali keyingi darslarimizda to'xtalib o'tamiz. Demak, xuddi mana shunaqa holatda yasaladi va buning birinchi ishlatish holatimiz odatiy, doimiy, kundalik tez-tez sodir bo'lib turadigan ish harakatlariga ishlatar ekanmiz. So next, keyingi qoidamiz, keyingi ishlatish holatimiz bu umumiy haqiqat va tabiat qonunlariga oid ish harakatlarini ifodalash uchun ham present simple zamonni ishlatar ekanmiz. Umumiy haqiqat nima degani? Umumiy haqiqat degani hamma inkor qila olmaydi, hamma uni tasdiqlaydigan haqiqatlar yoki tabiat hodisalari, tabiat qonunlari haqida gapirganmiz. For example, the earth goes around the sun. Yer quyosh atrofida aylanadi. Yoki pastdagisi, suv 100 gradusda qaynaydi. Albatta, bu umumiy haqiqat. Suv gidrogen va oksigendan iborat. Mana shu yoqda ziyrak o'quvchilarimiz albatta xatosini topishdi. Water consists of hydrogen'da o'tgan darsimizda yaxshi takrorlaganlar, albatta mana shu yoqda xato borligini allaqachon topishdi. Albatta bu yoqda kasb bo'lish kerak. Nimagaki? Chunki waterimiz consists of bo'lishi kerak edi. Demak, ikkinchi qoidamiz mana shundan iborat. Uchinchi qoidamizga qaraymiz. Jadvallarga asoslangan ish harakatlarini ifodalash uchun ham kelasi zamon ma'nosida present simple zamonini qo'llar ekanmiz. Nima degani? Jadvallar asosida degani bu doimiy o'sha vaqtda bo'ladigan ish harakatlar. Misol uchun poyezdlarni yoki samolyotlarni yoki mahalliy qatnaydigan avtobuslarni, shaharlararo qatnaydigan avtobuslarni oladigan bo'lsak, ular aniq bir vaqtda belgilab qo'yilgan bo'ladi va aynan o'sha vaqtda keladi. Yoki har kuni boshlanadigan serialingiz deysizmi, futbol, har kuni bir vaqtda boshlanadigan futbol shoulari, futbol o'yinlari va boshqa mana shu jadval asosida bo'ladigan ish harakatlar present simple zamonida ifodalanar ekan. Misollar ham xuddi shunaqa, albatta to'xtatib tarjima qilib, har birini nima uchun bu zamonda kelgan, buni jadval asosidagisi qanaqa fe'llar qo'llangan, qanaqa subjektlar qo'llangan, qanaqa obyektlar qo'llangan, har birini ko'rib mustahkamlab chiqasizlar. Keyingi qoidamiz sport kommentariyalari va hikoyalardagi voqealarni aytish uchun ham present simple zamonni ishlatar ekanmiz. Bu yoqda sport kommentariyalari bor, sportni sharhlaydigan, sportni sharhlash jarayonida yoziladigan kommentlar yoki umumiy sportni sharhlash davomida aytiladigan spichlar. Bular hammasi present simple zamonda aytiladi. Ulardan tashqari hikoyadagi voqealar ham ba'zan aytiladi. Keyingi qoidamizga qaraymiz. Kimgadir qo'llanma yoki ko'rsatma berganda ham present simple zamonni ishlatar ekanmiz. Bu qanday tushunamiz buni? Kimgadir biron narsani o'rgatmoqchi bo'lsak, biron narsa haqida ko'rsatma bermoqchi bo'lsak, present simple zamonini qo'llar ekanmiz. Example ga qaraymiz. You sprinkle some cheese on the pizza and then you bake it. Demak, sen birozgina pishloqni pizzani ustiga sepganda, keyin uni pishirdi. Unga demak qo'llanma ko'rsatyapti pizzani qanaqa pishirish. Shu yoqda sprinkle degan, ya'ni sepmoq fe'lini biz present simple zamonida qo'llayapmiz. Subject plus verb plus object shaklida. Bunga hech qanaqa qo'shimcha qo'shilgani yo'q. Nima uchun s qo'shmaymiz? Chunki egamiz you. Uchinchi shaxs birlikdagi he, she, it emas. Demak, mana shu 5 ta holatdan iborat ekan. Present simple ni ishlatish holatlari, ishlatish qoidalari. Buni albatta to'xtatib birma-bir ko'rib chiqinglar. Endi kelinglar kalit so'zlari haqida gaplashsak. Kalit so'zlari ingliz tili zamonlarida muhim hisoblanadi. Deyarli ko'pincha kalit so'zlar bilan gapni zamonini aniqlash mumkin, lekin har doim emas, doim kalit so'zlarga ishonib qolish kerak emas. Buni qanaqa qilib farqlaymiz deganda, hali bora-bora boshqa zamonlarni ham kalit so'zlarni ko'rib, ularni bir-birlariga taqqoslab, testlarda ko'rgandan keyin buni ancha farqlash osonlashib qoladi. Demak, kalit so'zlarga e'tibor beramiz. 10 ta kalit so'zimiz bor ekan. Har birini mana shunaqa raqam yozib qo'yishimdan maqsad, demak, present simple kalit so'zlar deyilsa, 10 taligi esimizga kelsa, undan keyin har birini aytib chiqib, qaysi biri qolgan, qaysini aytmaganmiz eslab olishimizga osonlashadi. Bular always, generally, in general, normally,
permanently, around the clock. Hamisha, har doim degan ma'noni bildirar ekan. Bundan tashqari boshqa shunga o'xshash ma'nodagi kalit so'zlar bor. Bularni hammasini yozib o'tirmadim. For example, day and night, all the time. Hamisha, har doim degan ma'nolarni anglatadigan mana shunaqa kalit so'zlar present simple zamoniga tegishli hisoblanadi va bularni biz gapda ko'rganimizda albatta present simple zamonni ishlatishimiz kerak. Bu albatta ko'proq davlat test markazi testlarida uchraydi. Ikkinchi kalit so'zimiz usually, typically, as a rule, odatda degani. Frequently, often, tez, regularly, routinely, repeatedly, muntazam, sometimes, occasionally, ba'zan, seldom, rarely, once a blue moon, kamdan kam. Once a blue moon bu yoqda fraza albatta yodlab qolishimiz kerak. Kamdan kam degan ma'noda keladi. Speaking or writingda juda yaxshi. Daily, every day, day to day, day after day, har kuni degan ma'noda. Once a week, hamisha, once a week, haftada bir marta degani. Bu yoqda once a day deb qo'llashimiz mumkin yoki once a month deb qo'llashimiz mumkin. O'sha vaqtda bir marta degan ma'noda keladi. Twice a month, oyiga 2 marta degan ma'noda qo'llaniladi. Xuddi tepadagidek, faqat bu 2 marta. For example, men oyiga 2 marta suzishga boraman deyiladigan bo'lsak, I go to swim twice a month. O'ninchisi bu yoqda 3 times a day. Kuniga 3 marta. 3 times a day. For example, I eat a delicious meal 3 times a day desak bo'ladi. Kalit so'zlarni yaxshilab yodlab olishingiz kerak. Ular har bir tekstda, kelajakda juda ko'p uchratadigan gaplaringlar bo'lishi aniq. Xo'p, demak, mustahkamlovchi testlarimiz bor. Bularni albatta men alohida fayl qilib Telegram kanalimizga tashlab qo'yaman. O'sha yerda ishlab, kommentariyaga javoblarni tashlab qo'ysanglar, men tekshirib, tahlil qilib beraman hamma testlarini. Bu yoqda 20 ta, 30 ta, 50 tacha testlarimiz bor. Undan tashqari mashqlar bor ekan. Mashqlarni ham albatta har birini shartlarini o'qigan holatda bajarib tashlab qo'yasizlar. Juda qiziqarli va juda ham mustahkamlovchi mashqlar. Hammasini kommentariyaga yozib yoki lichkamga tashlab qo'ysanglar, men tekshirib sizlarga feedback beraman. Thank you for your attention. See you next time. Goodbye.